Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlar bilan hech qanday pul tikmasdan, hech qanaqangi bir vazifa bajarmasdan realniy pul ishlash mumkin bo'lgan bir ilovani ko'rib chiqamiz. Bu ilovaning nomi Yohers. Hammamiz kun davomida qanchadir qadam piyoda yuramiz. Bu qadamlarni realniy pulga aylantirish mumkin. Aynan shu ilova orqali. Hozir bu ilova realniy pul to'lab kelmoqda. Hozir bu ilovadan ro'yxatdan o'tish va qanday qilib pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Play Marketda shu nom bilan qidirsangiz shunday ilova kelib chiqadi va ochishni bosamiz. Ro'yxatdan o'tish jarayoni juda ham oddiy. Mana bu yerda Google akkaunt orqali ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. O'zingizni Google akkauntingizni tanlaysiz va bosasiz. Bu yerda tilni o'zgartirib olsak, rus tiliga kimga qaysi til qulay bo'lsa o'shani o'zgartirib olsa bo'ladi. Vaznimiz demak 65, 172. Hamma o'zini nimasini danlarini kiritish kerak bo'ladi. Возраст yosh 24 va jinsimiz. Bu yerga hozircha hech narsa kiritish shart emas va dalilni bosamiz. Ruxsat berib qo'ysak afzal hisoblanadi. Bu narsani o'rnatish shart emas, shuning uchun bunga kirmaymiz. Va mana muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tib oldik. Sizlarga bonus tariqasida bir narsani ko'rsatib o'taman. Ya'ni srazi 1000 qadam olish imkoniyati mavjud. Bu yerda Druziya degan bo'limga kirib, mana bu yerga kod kiritishimiz kerak bo'ladi. Kod приглашениyaga 213 13 36 shu kodni kiritib получить правni bosadigan bo'lsak, bizga 1000 qadam bonus beradi. Ya'ni mana bu yerda 1000 qadam bonus sifatida berildi. Bu bir necha vaqtdan keyin mana bu balansimizga o'tadi. Qolgan pul ishlash jarayoni juda ham oddiy. Har bir yurgan qadamingiz hisoblanib boriladi. Bu yerda o'sha 160 ming qadam to'plash kerak bo'ladi va o'sha qadamlarning narxi $3.8 hisoblanadi. Taxminan so'mga 50 ming so'mdan oshib to'g'ri keladi. Menimcha juda ham tushunarli bo'ldi. Hammasi oddiy. Ro'yxatdan o'tamiz va yurgan holatda pul ishlashni boshlaymiz. Hammaga omad.